Assalomu alaykum. Ana, tilpog'ingizdan bitta tilpon qilib olsam bo'ladimi? Nimaga? Oshnamga. Tilpon uyda qolib ketdi-da, meniki zaryad yo'g'itdan, suv o'chutdan zaryadga qo'ydim. Shuna tilpon qilsam bo'ladimi? Olib ketib qolmaysizmi? O'g'riday ko'rinyapmanmi ko'zingizga? Ya men Tezroq gaplashing, shoshilayotgandim. u bilan aytlashatasizmi? Siz Nigara degan qiz emasmi? Anadan akasi bor-ku, singlisi. Qodirning singlisi. Tezroq gaplashing. Ya jamoa o'xshaysiz, kallasini biringda. Tezlashtiring. Yo'q. Nomeri bormi sizda? Tirg'inning nomeri bormi? Tirg'in qimchi bor-ku, az qimolyapti qishloqlarda tirg'in. Yo'q. Hozir to'xta eslab oling-da. Yoz nomerini eslab olasiz, sizda yo'qmi oxir 16-25? Oxiri. Siz otingiz kim? Guli tezlashtiring. Nimali? Guli. Guli? Qanday desang, Sardor? Nima deb oldim? Meni otim Sardor emas. Jonibek meni otim Checha. Qaysi akangda xotinman Checha deyapsiz? Checha degan akalar xotini bo'lish shart emas. Chiroyli qizlarga Checha deydi. Shuning uchun men sizni Checha deyapman. Ha, bo'lmasam qanday zo'rma? Yaxshi, ha? Qishloqdagilar hamma chop-chop jurpa. Siz meni qishloqdagilarni qanday taniysiz? Hamma chop-chop jurpa. Nima qilyapsiz? Endi-chi. O'xshamadi Sardor. Nima o'xshaman? Bu prankingda. Yo'q, Ha, o'xshamadi. Telefonimni bering. Qani kamering? Qanday? Qanday kamera? Aytsang, chiroyli qilib tushib beraychidim. Tandingizmi meni? Ha? Choponing paqishi nima bo'lgan-ku, taniqli bo'lib bo'lgan-ku. Yo'q. Ha? Mana Turk aytyapti. bunday kamera bor. Ana. Biza bilmadingiz. O'xshamadi.